Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Avam Palatasi Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasini ma'qullagan. Bu qonun bo'yicha Xitoy Tayvanga qurolliq tajovuz qilsa, xalqaro moliya sistemasidan qo'g'lab chiqarildi. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasi 9 fevral dushanba kuni Amerika Avam Palatasi Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasini ma'qullagan. Shu kuni kechda o'tkazilgan mazkur qonunga ovoz berishda 2 ga qarshi 395 ovoz bilan Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi ma'qullangan bo'lib, mazkur qonun loyihasiga asosan Xitoyning harakati Tayvanning bexatarligiga tahdid solgan ahvolda Amerika hukumatı Xitoyni xalqaro moliya organlaridan chiqarib o'tishni talab qiladi. Bu qonun loyihasi Avam Palatasidan o'tgandan keyin yana Kengash Palatasining tasdiqidan o'tib, prezidentning imzolashi bilan ondan rasmiy kuchga ega bo'ladigan bo'lib, bu qonun loyihasining to'liq ismi hukumat organlarining Xitoyning Tayvanga bo'lgan tahdidini oxirlashtirishga besim tushirish qonuni bo'lib, qisqartirilib Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi deb ataladi. Cumhuriyetçiler Palata a'zosi Frank Lucas, Demokratlar Palata a'zosi Vincent Gonzalez birlikte o'ttirib qo'ygan mazkur qonun loyihasi bo'yicha Xitoyning harakati Tayvanning bexatarligiga tahdid solgan ahvolda Xitoyni xalqaro moliya sistemasidan chiqarib o'tishni maqsad qiladigan bo'lib, agar Amerika prezidenti Xitoyning harakatini Tayvan xalqining bexatarligiga, ijtimoiy yoki iqtisodiy sistemasiga tahdid soldi deb qaror chiqarsa, Amerika Moliya Ministerligi, Federatsiya Zapas pul komiteti va Aksiya nazoratchilik komiteti Xitoy vakillarini 20 davlat guruhi, Xalqaro hisobot bankisi, Moliya muqimligi kengashi, Basel banki nazoratchilik komiteti, Xalqaro sug'urta nazoratchilari jamiyati, Xalqaro aksiya nazoratchilik tashkiloti qatorliq organlardan qo'g'lab chiqarishga harakat qiladi ekan. Mazkur qonun loyihasi ilgirma Avam Palatasida ma'qullangan va Kengash Palatasida to'xtab qolgan bo'lib, navbatda u yana bir qatim Kengash Palatasidan o'tadi ekan. Türkiye Davlatlik aviatsiyasi Türk havo yo'llari Urumchiga qarorlik navbatchi aeroplan qatnashga boshlaydiganligini e'lon qilgan. Türk havo yo'llarining rasmiy tor bekitidagi uchurida Türk havo yo'llarining Sharq Turkistonning markaziy Urumchi shahriga navbatchi aeroplan uchishlarining yo'li qo'yilganligi e'lon qilingan. Bu qaror Xitoyning Sharq Turkistonda elib borgan irqiy qirg'inchiliklarni xalqaro jamiyatda oqlash va bu qirg'inchilikni qonunlashtirish uchun ta'tir tashviqotini kuchaytirayotgan muhojiratdagi bir qism Uyg'urlarni qiziqtirib yoki tahdid orqali vatanga sayohat berishga qiziqtirayotgan bir vaqt yo'li qo'yilgan bo'lib, mazkur qaror kuzatuvchilar tomonidan Xitoyning ta'tir tashviqotiga moslashish deb qaralgan. Kishilik huquq tashkilotlari, Uyg'ur faoliyatchilar va tadqiqotchilar Xitoyning sayohatchilik va chet el savdo faoliyatlari orqali Sharq Turkistonni dunyo jamoatchiligiga muqim va gullangan qilib ko'rsatish va vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchiligiga qarta xalqaroning diqqatini burashga urinayotganligini ta'kidlab, rayon bilan bo'lgan xalqaro savdoning kengayishi Xitoyning Sharq Turkistonda yuz berayotgan ichinishli ahvollarni dunyo jamoatchiligi nazarida normallashtirish strategiyasiga mos keladi. Şirketler bu xil jinoyatlarni pokizlab ko'rsatishga yordam berishdan saqlanish kerak deganlarni o'ttirib qo'ygan. Xitoy mushtumzor davlat terrorlik siyosatlarini takror o'ttirib qo'yib, atalmish nuqtaliq oz-sonliqlarga diqqat qilish deganini ta'kidlagan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq 14. navbatlik xalq qurultiyi 4-yig'ini oldin hafta Urumchida ochilgan bo'lib, yig'indan keyingi tasdiqlangan dokladda Xitoyning yillardan buyon davomlashtirib kelayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtiradigan davlat terrorlik siyosati alayda ta'kidlangan. Tasdiqlangan dokladda Xi Jinpingning atalmış Xinjiang xizmati to'g'risidagi so'zlari va buyruqlarini qat'iy amaliylashtirish, Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni kontrol qilish tadbirini umumyuzlik izchillashtirish, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasini shakllantirish, uch xil kuchlarga qattiq zarba berish, milliy bo'lginchilarga qat'iy qarshi turish, abadiy muqimlik uchun barliq kuchni safarbar qilish, terrorlikqa qarshi kurashni qonunlashtirish degandek mushtumzor davlat terrorlik siyosatlarini takror o'ttirib qo'yib, nuqtaliq oz-sonliqlarga diqqat qilish qatorliq yillardan buyon davomlashib kelgan irqiy qirg'inchilik iboralari alayda ta'kidlangan.
Xitoy hökuməti 2014-yili lager siyosatini dastlab yo'l qo'ygandan boshlab atalmış terrorluq, diniy asabiylik va milliy bo'lginchilik qalpiqi bilan Uyg'ur sarxillarining hammasini degidek tutqun qilib, turma, lagerlarga solab, ba'zilarini uzun muddatli qamoq jazolariga mahkum qilgan. Hatto o'zlariga uzun yillar sadoqat bilan xizmat qilgan aktivlarni ikkiyuzlamachilik bilan tozalab tugatgan. Xitoy hökuməti o'zining axborotlarida Sharq Turkiston təvəsində atalmış terroristlar, asabiy diniy unsurlar yoki milliy bo'lginchilarning qolmaganligini, 2020 yildan buyon hech qanday voqea yuz bermaganligini e'lon qilish orqali bu qirg'inchilik siyosatini xalqaro jamiyat oldida qonunlashtirishga urinib kelmoqda edi. Xitoyning bu qatimqi yig'inda o'tir qo'yganlari Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli qattiq ijro qilganligini bildirmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.